Kelib shunaqa debdilar endi. Ha bo'lmasam debdilar, ana shu quduqdan bir paqir suv olib keling debdilar. Keyin olib kelsa, olaman desa og'ir ekan. Tortavering. Ho, chiqarsalar, boyagi suvni o'rnida oltin chiqibdi. Ayollar qo'rqib ketibdi. Nima bo'ldi desalar, suvni o'rnida oltin chiqdi desalar, va men xohlasam shu quduqni suvini hammasini oltin bo'l desam bo'lib qoladi debdilar. Lekin men dunyo uchun yashamayapman. Menga oxirat uchun yashayapman. Menga dunyo kerak emas. Agar sabr qilsangiz meni yonimda qoling, sabr qilmasangiz ana shu oltinni olib ishlatavering debdilar. Yo'q, menga ham kerak emas deb, u kishi ham keyin to'kib yuborib, joyiga qaytarib qo'ydilar-da, oltinga aylangan suvni. Keyin sabr qilib, hech qachon beodobchilik qilmay, xizmatlarni qilib yashagan ekanlar. Ya'ni mana shunday azizlar o'tishgan bizni tariximizda. Ya'ni ularning qilgan amallari mana shunday qabul bo'lganki, Alloh taolo taborak boy aytdilar, naflga qanchalik bandam davomatda bo'lsa, men yaxshi ko'rib qolaman, nima desa qilaman dedi-ku. Ana shunday zotlardan bo'lganda ular. Shu suv oltin bo'lsin desa, xo'p deydi-da Xudo. Yo'q demaydi. Mana shu darajada ular kamolat hosil qilib Xudoga yaqin bo'lgan zotlar bo'lishgan.